Assalomu alaykum. O'yinda biroz video sifati va ovozda muammolar bor, ammo to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Videoni ko'rib birgalikda maza qilib dam olamiz. Albatta like bosib, komment yozish esdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari. Umuman mana shu videoni ko'rib turgan hammaga salom. Xo'sh, demak O'zbekistonda birinchi bo'lib Total War seriyasidagi o'yinlarni video qilishni boshlaymiz. Xo'sh, videolarimizda unaqangi bir ulkan soatli streamlar bo'lmaydi, lekin qo'limizdan kelgancha videolar olib chiqarishga harakat qilamiz. Xo'sh, o'yin haqida qisqacha ma'lumot bersam. Bu videoda unaqangi katta kampaniya boshlab, o'yinni chekib ketmaymiz. Asosan shu ma'lumot berish bilan cheklanamiz. Boshlanishiga, keyin prosmotrga boshqa qarab davom etamiz yana. Xo'sh, o'yinda o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, Total War seriyasidagi Rom 2 o'yini. Xo'sh, o'yin Rim imperiyasi davridagi davlatlar haqida, umuman jang, davlat boshqaruvi, sulolalar, umuman hamma narsani boshqarib, davlatni boshqarish kerak bo'ladi. Xo'sh, miloddan avvalgi davr Rim respublikasi. Xo'sh, Rim davlati endi tashkil topib, rivojlanib, hali imperiyaga aylanib ulgurmagan davri. Aynan shu davrdagi davlatlarda o'ynaymiz. Xo'sh, o'yinni qisqacha bir ko'rsatadigan bo'lsam, mana kompaniyalarga bo'linadi. Qasd o'ynashinglar. Endi asosiy shu Grand katta kompaniya. Xo'sh, bunda mana Rim, Karfagen bo'lib o'ynasangiz bo'ladi, yo'qsa yana boshqa davlatlar bor. Xo'sh, misol uchun Seljuk-kiylar, Baktriya davlati bor, Epirus degani bor, yana boshqa davlatlar. Xo'sh, mana bu yerda Mauriya davlati ham bor. Yo bo'lmasam Gallar, Armaniston, yana boshqa mayda kichik davlatlar o'sha davrdagi. Xo'sh, bundan tashqari biz bilganlardan misol uchun Sparta bor. Yo bo'lmasam mana Afina davlati bor. Yana Rhodos degan orol davlat bor. Misol uchun mashhur kinolarda ko'p ko'rsatilgan. Xo'sh, bundan tashqari Arabiston bor. Xo'sh, arablardan ham mana shu davlatlar jamjat tanib olmayman. Keyin Misr bor. Misol uchun o'sha Kleopatra davridagi Misr. Xo'sh, qolgan ham shu mayda davlatlar bor. Bu katta kompaniya shu davlatlar. Bundan tashqari yana Augustus davridagi bor. Misol uchun xo'sh, bu yerda bizda misol uchun Parfiya davlatida o'ynashimiz mumkin. Katta imperiya, forslar. Biz bilamiz, Fors imperiyasi o'sha Ahmoniylar davlati. Xo'sh, misol uchun Rim bor. Rimda Oktavian davridagisi ham bor. Oktavian Rim imperiyaga aylanib bo'lgan davrda o'ynashimiz mumkin. Yo bo'lmasam mana imperiya parchalanayotgan davrda o'ynashimiz mumkin. Ya'ni bu miloddan avval 270-yillarda Rim imperiyasi parchalanib ketayotgan davr bo'ladi. O'sha davrda o'ynashimiz mumkin. Bunda ham mana Armaniston, bu davrda endi Parfiya emasda Sosoniylar bor. Ya'ni Sosoniylar davlatiga qarshi kurashimiz mumkin bo'ladi. Bu katta kompaniyada bu keyinchalik paydo bo'ladi o'ynagan sari. Xo'sh, misol uchun respublikaning yuksalishi davrida o'ynaydigan bo'lsak, bunda Rim davlati bo'lgan, hali paydo bo'lmagan, u o'rnidagi mayda shahar davlatlar bo'ladi, shularda o'ynashimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, Caesar Galiyada degan kompaniya bor, ya'ni Julius Caesar bo'lib, Galiya, ya'ni hozirgi Fransiya hududida gallarni mag'lub qilish uchun janglar qilsak bo'ladi. Xohlasak gallarda, xohlasak Caesar bo'lib o'ynab qo'ysak ham bo'ladi. Xo'sh, bundan tashqari birinchi Puniy urushlaridagi Gannibal degan kinolari bor. Uni ko'rgan bo'lsanglar, Karfagen bilan Rim o'rtasida 3 marta o'sha Puniy urushlari bo'lib o'tgan. Aynan o'shandagi ikkinchi Puniy urush davri bu, ya'ni Gannibal Karfagendan chiqib Rimga borib, Alp tog'larini kesib o'tib, ancha ishgallar qiladi. O'sha davrlardagi
katta kompaniya bor, shularda ham o'ynashimiz mumkin. U davrda ham Rim respublika bo'lgan, jag'madan kuchayib ketgan bo'lmagan. Mana haritada ko'rsanglar, qizil chiqaryapti. Mana to'liq hali hamma joyda bosib olmagan orolda. Hali to'liq hukmronlikni o'rnatmagan davr. Aynan o'shanda ham misol uchun Karfagen bo'lib, Ispaniyadan o'tib o'sha Gannibalda o'ynashimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'sh, bundan tashqari Makedonian bar degani bor, ya'ni Yunon urushlarida. Xo'sh, bu haligi Sasoniylar keladi. 300 Spartalida kinosini ko'rgan bo'lsanglar, o'sha Sasoniylar kelib, bu yerda mag'lub bo'lib qaytib ketishgandan keyin ichkarida urushlar boshlangan. Yana aynan mana shu davrda ham o'ynasak bo'ladi. Misol uchun Makedoniya bo'lib turib, butunlay bosib olamizda, keyingi Iskandar Zulqarnayn, ya'ni o'sha Iskandar Makedonskiy, Aleksandr Makedonskiyga yo'l ochib beradigan davr. Aleksandr Makedonskiyning otasi Yunonistonni bosib olayotgan davrida o'ynasak ham bo'ladi. O'sha Aleksandr Makedonskiyning otasi bo'lib, miloddan avval 200-yillar bular. Xo'sh, oxirgisidan bittasi misol uchun Aleksandr bo'lib o'ynasak ham bo'ladi. Ya'ni Aleksandr Makedonskiy bo'lib, o'sha dunyoni bosib olish kampaniyasida o'ynasak bo'ladi. Buni xaritalarni ko'rsatmaydi, faqat Aleksandr Makedonskiygina bo'lsak bo'ladi xolos. Xo'sh, bundan tashqari Mitritatik var degani bor. Bunda asosan Rim bo'ladi. Ya'ni Rimda fuqarolar urushi boshlangan bo'ladi. Rim ikkiga bo'linib ketgan. Mana bitta sulola bor, yana bitta sulola bor. Ikkalasi o'rtasidagi urush. Bundan tashqari Pontus degan davlat ham bor. Uzoqroqda Qora dengiz, Kaspiy dengizi, shu davlat bo'lib o'ynasak bo'ladigan kompaniyasi bu. Xo'sh, biz asosan agar o'ynaydigan bo'lsak, katta kompaniyada boshlab o'ynaymiz. Agar boshlasak ham osonroq, mashhurroq bo'lgan davlatlarda Rimda o'ynab boshlashimiz mumkin. Yo bo'lmasam boshqa davlatlarda. Xo'sh, jang ko'rinishga keladigan bo'lsak, bitta narsani aytib ketmoqman, bizda o'yinda mod bor. Ya'ni o'yin yanada mukammal, chiroyli, yanada tarixiy, realistik, ya'ni tarixga yaqinlashtiradigan, shaharlar nomlarini to'g'rilashgan, generallar ismlarini to'g'rilashgan, kiyim boshlarini, askarlarni to'g'rilashgan Divided et Imperia degan mod bor. Rom 2 uchun aynan o'sha mod o'rnatilgan bizda. Shaharlar chiroyliroq qilgan. Yana boshqa o'zgartirishlar kiritilgan mod. O'yinda to'liq o'zgartirgan chiroyli modlardan bittasi. Xo'sh, o'yin qanday bo'ladi? Jang qanaqa bo'ladi desanglar, hozir men sizlarga jangni ko'rsatib beraman. Kichkinaroq shaklda albatta. Javonaqang katta jang qilamiz. Xo'sh. Yaxshi. Rim bilan Karfagenda urushtirib ko'ramiz. Misol uchun men oddiyroq askarlarni ko'rsataman sizlarga hozir. Falanga olamiz. Bir ikkita askar olsa yetadi. Bu yoqqa chicha gladiator bo'linmalar qo'yamiz. Hozir ko'rasizlar. Jang bu darajada bir murakkab bir emas. Asosan shu xaritani cho'lliroq hudud qilaveramiz. Arabistondagi biror cho'lga qo'yamiz. Havo ochiq bo'lsin. Ko'rasizlar, hozir jangda unaqangi bir bahmali emas-u. Bu men uchun buna o'yin yo'q boshqa. Umuman faqat shu Total War seriyasidagilar shunaqa jang bor xolos. Xo'sh, mana ko'rishlar mumkin. Bizning armiya. Mana. Xo'sh, akalar, menimcha video sifati past, chunki YouTube'ga yuklash bor. Meni notebook'im kompyuterda emas, notebook'da o'ynayapman. Yozolmaydi videoda. Ya'ni o'yin menda tiniq qotmayapti, tekis ko'rinyapti, lekin videoga shunaqa yozadi baribir. Xiraroq yozmasam videoda FPS tushib ketyapti.
Men bemalol o'ynayveraman, lekin videoda xira bo'lib ketadi. Boshqa bo'lib ketadi, FPS tushib ketadi. Shuning uchun ham shunaqa o'ynayapti. Biz hozir 3 xil askar olganmiz, oddiy nayzabozlar. Xo'sh, asosan nayzobdan qilichbozlar omaddan menimcha. Bu mana palanga. Biz kinolarda ko'rgan uzun nayzalarni oldiga tushirib olib saqlanadigan palanga. Kamonchilar oldi. Xo'sh, jangni boshlaymiz. Jang shu. Xaritada armiyani yurgizasizlar. Askarlar yuradi. Askarlar yurgan sari bir-biriga borib jang qilishadi. Manchi tiniq o'yin edi. Agar kompyuterlar kuchli bo'lib grafikani ko'tarsanglar, bitta chiroyli o'yin bo'lib ketadi. Hozir videoda qara xolos. Xo'sh, armiyaga to'xtaladigan bo'lsak, mana kamandiri. Qilichni ko'tarib e'tibor bergan bo'lsanglar, ana qilichni ko'taryapti. Kamandirlari bor har bitta bo'linmani. Qilichni ko'taradi. Ular kamonchilarimiz. Bu esa dushman qo'shini. Dushman qo'shini men gladiatorlar qildim, rimliklar. Ulardan yo'llangan gladiator askarlar, qonli askarlar, gladiatorlar va yana boshqa nayzabot general askari. Ular boshqaramiz. Menimcha shunaqa bo'ladi. Ya'ni ikkita armiya borib bir-biriga to'qnashadi. Shu tashqi bilamiz. Ular palanga. Pulli saflarga tushsa bo'ladi. Misol uchun bu shu askarlardan qochadigan kamonchilarni to'qishni boshlatdi. Qalqon yo'llarga. Janglar shunaqa davom etaveradi. Xaritada boshqacharoq bo'ladi-yu. Asosiy janglar shunaqa bo'ladi. Bular palanga. Qilichbozlar. Qayerda? Qalqon. Qalqon fitsar. Gladiatorlar yonboshdan aylanib o'tishdi. O'ldilar. Akalar mana janglardan ko'chishi mumkin. Shunaqa janglar yaqindan ko'rsagan bo'ladi. Yonboshdan aylanib uzun ko'taring. Akalar gladiatorlar ancha kuchli askarlar. Ro'berakam o'taylar ustiga kamondan o'q yog'ilib tursa ham kiyib olib jang qilishyapti. Video qotmasligi uchun grafikasi tushib qo'yganman. Yana ham bo'lmasam janglar yanada epik bo'lardi. Jang animatsiyalari ko'p, hatto janglar mana janglarda borish shunaqa bo'ladi. Palanga, tashlanglar. Ro'berakam o'taylar jangi. What? Ayniqsa gladiatorlar bilan janglar chiroyli chiqayotgan. Ana. Olana. Hatto janglar qilishadi. Agar grafikasini ko'tarib o'ynaydigan bo'lsak, yana ham chiroyli janglar chiqadi. Go'zal bo'lib. Hozir grafikasini past qo'yganimiz uchun o'rtada oddiy jang qilishyapti. Qisqasi janglari borish shunaqa bo'ladi.
armiyalar saf kesdilar. Bu endi men kichik armiyalar bilan jang qilyapman. Agar ko'p askar qiladigan bo'lsanglar, karta to'lib fillar, kamonchilar, zambaraylar, toshotarlar shunaqa qilib turli xil qurollar qo'yib, fillar ham bor, ot aravalar bor. O'sha tarixdagi haqiqiy bir davr yaratsalar bo'ladi. Hozir men sizlarga toshotar qo'yib ko'ramiz. Dushmanni kemasdan oqib tashlasa bo'ladi agar qurollar bilan ko'rasizlar. Qal'alar bo'ladi, qal'alarni qamal qilasizlar, shoti narvorlar qo'yib, devorlarni buzib, qisqasi ko'rsanglar, imkoniyat ko'p. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, imkoniyatlar keng va ko'p. Uxlashyapti hozir. Ko'ryapsizlarmi? U tortilganiga ko'rsatadi. O'qlar, o'quz oddiyroq o'q agar qal'alarda yo tepaga chiqib olib jang qiladigan bo'lsa, yo olovli narsalar dumalab yorish, umuman har xil narsalar qilsa bo'ladi. Hali tosh otalar, bombali o'q otadiganlari bor, ularni o'ynasanglar ancha qiziq bo'ladi. Ko'p portlaydi. Yo'qsa dengiz janglari bor. Dengizda jang qilganda umuman bir boshqacha hissiyot bo'ladi dengiz janglarida. Dengizdagi janglarda shu kemalar borib bir-birini urib turib, qisqasi o'ta qiziq bo'ladi. Qara janglarning gapimizda ham bo'laveradi. O'qlar ham yo'q, o'ylaylar ham yo'q. O'zimiz ham otsak bo'laveradi. O'zimiz ham otsak bo'ladi. Demak hozir. Olana. Oting. Voylanarsa ketib qolyapti. Intiyada. Olana. Vay o'zimiz ketdik. Mana qilib janglar bo'ladi. O'ylablar. Ko'ryapsizlar, kemasdan o'sha yarmi qirilib ketdi. Oddiy o'qitlaringda. Oddiy o'qlardan ham o'tib qo'yilardi. Bunaqa janglar ham qilsa bo'ladi. Endi biz hozir katta kampaniya boshlaymiz. Shunchaki bir ko'rsatib o'tish uchun video qilyapman. Keyinchalik yana qo'shib nima qilamiz. Xo'sh, mana kartalarni o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Askarlar o'zgaradi kampaniyaga qarab. Misol uchun turli xil askarlar bor. Xo'sh, mana ambush battle. Xo'sh. Fort. Xo'sh, ana dengiz jangi ko'ramiz hozir. Dengiz jangini ham bir ko'rsataman. Hozir men kichkina kompaniyani tanlayapman, shuning uchun kemalar turi kam.
agar samoslarni kompaniyaga ko'rib ko'rsataman. O'sha kemalar ham ko'payadi. Xo'sh, dengiz jangi o'sha davrlarda zambaraylar bo'lmagan, unga to'qilardi o'sha Napoleon degani bor, boshqacha deganlar bor. Shularni dengiz jangi ham bo'ladi. Dengiz janglar shunaqa, yoniga boradi, askarlar bir-biriga kemalarni uradi. Bir-biriga o'q uzishadi. Umuman shu tarzda jang qilinadi. Shularni mana kemalar urushga ketyapti. Yigitlar hozir bor bu kemalar birini uradi. Katta kema ham omad qildi. Bunaqa ham kichkina bo'lganligi. Olar. Ships at your command. Bor. Ships ready. Understood. Hard on the oars. Hamma kamoqda. Ot. Borib uradigan kema omad. One of our units has used all its ammunition. Masam borib bir-birini so'rardi. Oddiy kema tashkil bo'lyapti. Ready, willing and Bunda able. bo'lgan shekilli. Ready your weapons. One of our units has used all its ammunition. Speed ahead. Ikkiga bo'lib tasha, ikkiga. Olana. Our Shunaqa general is qilib under kelib, attack. o'rtasidan bo'lib ham o'tib ketadi. Uzoqroq olib kelib qoladigan bo'lsangiz, bemalol shunaqasi ham bor. Olana. Solo. Cho'kib tashlab. O'zingizga cho'kib ketadi. Shunaqa qilib kelib, kemalar bir-birlariga zarbalar berib, o'tishyapti. O'tyapti. Show them steel. Weapons ready. By your command. Bor. Qator. Oldin kelayaptilar, temir bor. Cho'kya. O'g'aydi. Suvga tegaringlar. Potlaring. Potadan endi qayerga borading boshqa? One of our ships is being boarded. Yavayda o'zi bordi. Kemaga tushgan. Kaftang janglar ham shunaqa bo'ladi. Xo'sh, katta kompaniyani ham boshlaymiz. Keyingi videolarda xabarni qo'yib ko'raylikchi, YouTube blog olmaydimi, boshqa qilmaydimi, shunga qarab yana bir ko'ramiz. Boshqalarni ham. Turlari ko'proq. Davlatlar ham ko'p bunda. Spartalar bor. Bular bor. Rimkan. Mana ko'rasizlar. Kema tur ko'p. Qisqasi shunaqa. Yaxshi ko'ramiz, komment yozamiz. Agar qilinglar desanglar, katta kompaniya boshlaymiz bu yerdan. Kompaniyani qaysi davlatda o'ynashni aytib olsanglar, shunga qarab videolari davom etadi. Barchaga rahmat.